Imom Tabaroniy va bir qancha sahobalar quyidagi hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilishadi. Siz gapirgan fikrni, sizga aytgan so'zni, siz olib kelgan fikrni qabul qilmasa, biz haqni gapiryapmiz, o'shuning uchun qabul qilishmayapti deb turib, o'zini g'ariblarni qatoriga kirgizib qo'yadi. Kelinglar shu g'ariblar haqidagi hadisni to'liq o'rganamizda, biz o'sha g'ariblarning ichiga kiramizmi, kirmaymizmi? Islom g'arib holda boshlangan va g'aribligiga qaytadi. G'ariblarga tavbo bo'lsin degan Rasululloh, jannat bo'lsin. Sahobalar gaplashib o'tirishganida, ayrim masalalarda bir talashib tortishayotganida, shunda Rasululloh chiqib keldilar. Sahobalar aytishadi, bizga ko'pgina narsalarni aytdilar va gap orasida islom g'arib bo'lib boshlangan va yaqinda g'aribligiga qaytadi dedi. Bo'ldi, shu yerda bilamiz. Bo'ldi. Bizni gapimizni olishmadi, biz haqni gapirdik. Bu domlalar haqni gapira olmaydi. Onamdan qo'rqadi, monamdan qo'rqadi, monasidan ajralib qolishdan qo'rqadi. Shu gapni eshitamizda, haq faqat bularda ekan. Shunda biz g'ariblar kimlar yo Rasululloh deb so'radik. Rasululloh aytdilar: "Allazina yuslihuna idza fasada nas." Odamlar buzilib, fasodga uchrab ketganda isloh qiladi g'ariblar. Wala yumaruna fi dinillah. Allohning dinida talashib tortishmaydi u g'ariblar. Wala yukaffiruna ahadan min ahli tawhid bi dhanbi. Ahli tawhid bo'lgan kishini bironta bir gunoh bilan kofirga chiqarmaydilar. 3 ta sifat aytildi. G'ariblar kim ekan? Isloh qiladi, talashib tortishmaydi, musulmonni kofirga chiqarmaydi. Isloh qiladi. O'zini mana shu hadisda aytilgan g'ariblar qatoriga qo'shayotgan ayrim odamlar, ayrim birodarlarimiz qarab ko'raylik-da. Mana shu sifat bizda bormi? Bizni qilayotgan ishimiz, berayotgan ta'lim tarbiyamiz sababli odamlar isloh bo'lyaptimi, buzilyaptimi? Bolam, bizni kofir deb bilasanmi? Desa, o'sha takfirga yetib borgan. Dada, Alloh Qur'onda va sohibuhuma fid dunya ma'rufa degan deyapti. Alloh taolo faqat o'zimga ibodat qil dedi, ota-onangga yaxshilik qil dedi. Ha? Ota-onang seni bilmagan narsaga buyursa, ya'ni shirkka buyursa itoat qilma, lekin dunyoda chiroyli muomalani qilaver degan. Nima deyapti otasini? Kofir deyapti. Bizni qassoblarimizdan go'sht olib yemas ekan. Bizni masjidlarimizga chiqib juma namozi o'qimas ekan. Nima deyapti bizni bular? Kofir deyaptimi? Shuning uchun siz olgan ta'limning oqibatida ota-onangizga kelib tikka qaramayapsizmi? Avval qadrdon, do'st, birodar bo'lib yurgan oshnalaringizni, do'stlaringizni gapirsangiz, gapingizni olmasa fosiq, kofir demayapsizmi? Isloh qilyapsizmi, fasodga uchratyapsizmi? Musulmon bizni bergan ta'limimiz bilan bir musulmon ikkinchi musulmonga nisbatan qalbida nafrati bo'lib, salom bersa ali olmaydigan darajaga chiqib qolmayaptimi? G'ariblar deyapsizlarmi o'zingizlarda? G'ariblar isloh qiladi, buzmaydi odamlarni. Oq qilaman bolam desa, o'tmaydi oqiz deyapti. Chunki otasini aqidasi noto'g'rida domlasi ishontirib qo'ygan, bo'ldi. Virus kirgan, endi maskani keragi yo'q. Ikkinchisi sifati nima edi? Talashib tortishmaydi. Kim talashib tortishyapti? Aytinglarchi. Mana shu yurtda eski domlalari, yoshi ulug' domlalarning shogirdlaridan olgan ta'liminglar sizlarda talashib tortishtiryaptimi yoki yoshlarni bergan ta'lim orqasida bir talashib tortishyapmizmi? Yana u tortishayotganlar kimlar desangiz, hozir aytgan alhamdulillah to'g'ri o'qimaydiganlar. Allohning qayerdaligini bahs qiladi. Birinchi sifati isloh qiladi. Ikkinchi sifati talashib tortishmaydi. Uchinchi sifati gunoh sababli ahli qiblani, ahli tavhidni kofirga chiqarmaydi. Yana qaytarib aytaman. Kimlar kofirga chiqaryapti o'zini birodarlarini? Yoshlar. Yoshlar kimdan olyapti bu gapni? O'sha katta ustozlarimizdan olmayapti. Ummahotul kitoblardan olmayapti, broshuralardan olyapti. G'ariblar isloh qiladi odamlarni. Talashib tortishmaydi. Gunoh sababli bir musulmonni nima qilmaydi? Hadisda davomi ham bor ekan-a? Davomi ham bor ekan-a? Shu 3 ta sifat sizda bo'lsa, demak siz o'sha g'ariblardansiz, inshaalloh. Muborak bo'lsin. Bunday kishilarga payg'ambarimiz jannatni bashorat berganlar.